O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti sportning texnik va amaliy turlarini rivojlantirish borasida qator musobaqalar tashkil etib kelmoqda. Fikrimizga yil davomida o'tkazilgan 47 ta mahalliy va ochiq xalqaro turnirlar misol bo'la oladi. Mavsumga yakun yasovchi musobaqa esa motokrosschilar o'rtasida kechdi. Motokross dunyo bo'ylab keng ommalashgan. Shu bilan birga ko'plab qiziquvchilarga ega sport turi bo'lib, ekstremalligi bilan katta-yu kichikning qalbidan birdek joy olgan. Ushbu sport turida bosib o'tilgan har bir masofa va to'siqlar sportchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Mototsiklchilarning bir-biri bilan kim o'zarga raqobatlashishi ularning jismoniy va texnik imkoniyati, kurashuvchanligini imtihondan o'tkazadi. Mamlakatimizning eng sara va tajribali motokroschilari poytaxtimizdagi texnik va amaliy sport turlari markazida jam bo'lishdi. Respublika mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilotining Respublika texnik va amaliy sport turlari markazi tomonidan mavsum yakuniga bag'ishlab o'tkazilgan super motokross bo'yicha musobaqada turli yoshdagi 50 nafardan ortiq sportchilar ishtirok etishdi. Turli baland-pastliklar, murakkab burilishlar sportchilarning mahoratini sinovdan o'tkazdi. Ushbu musobaqada qo'shni Qozog'istondan ham eng mohir motokrosschilar qatnashdilar. Dastlab ishtirokchilar trassani o'rganish uchun kichik mashg'ulot o'tkazishdi. Keyin esa asosiy musobaqaga start berildi. Bahslar 4 ta sinfda tashkil etilgan bo'lib, shulardan birinchisida 12-15 yoshli o'g'il bolalar dvigatelning hajmi 85 cm3 bo'lgan mototsikllarda bahs olib borishdi. Ikkinchi sinfda 125 cm3 dvigatel hajmiga ega mototsikllarda 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan sportchilar kurash olib borishdi. Dvigatel hajmi 500 cm3 mototsikllar poygasi hamda CZ yo'nalishida 18 va undan katta yoshdagi sportchilar qatnashishdi. Natijalarga to'xtaladigan bo'lsak, o'smirlar o'rtasida Toshkent viloyati vakili Ilnur Umirbekov finish chizig'ini birinchi bo'lib kesib o'tdi. Undan biroz ortda qolgan Navoiy viloyati vakili Shohsupaning ikkinchi pog'onasidan joy oldi. Kuchli uchlikka sirdaryolik Elbek Azamqulov yakun yasab berdi. Bundan tashqari Yaroslav Maslennikov, Adham Temirov, Emran Abliyazov o'z toifalarida tengsiz deb topildi. Umumjamoa hisobida Navoiy viloyati sportchilariga teng keladigan raqib topilmadi. Ikkinchi o'rin Toshkent viloyati vakillariga nasib etgan bo'lsa, Buxorolik mototsiklchilar kuchli uchlikka yakun yasadilar. G'olib va sovrindorlar tashkilotchilar tomonidan ta'sis etilgan diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi.